tushda qora kiyimdagi odamni ko'rish turli holatlarga qarab har xil talqin qilinadi. Bu tush ko'pincha sirli voqealar, xavotir, kuchli inson yoki hayotdagi o'zgarishlar bilan bog'lanadi. Tush ko'ruvchi tushida qora kiyimdagi odam sizga qarab turganini ko'rsangiz, bu atrofingizda sizni kuzatayotgan yoki yashirin niyatdagi odam borligidan ogohlantirishi mumkin. Bordiyu tushingizda qora kiyimdagi shaxs sizga yaqinlashsa, yaqin kunlarda muhim xabar yoki kutilmagan voqea bo'lishi ehtimoli bor. Tush ko'ruvchi tushida qora kiyimdagi odamdan qo'rqsa, ichki xavotir, stress va bosim belgisi hisoblanadi. Tushda ko'rilgan qora kiyimdagi shaxs siz bilan gaplashsa, eshitgan gaplarga e'tibor berish kerak. Ba'zan tushdagi so'zlar ramziy ma'no beradi. Tush ko'ruvchi tushida qora kiyimdagi odamni noma'lum shaxs ekanini anglasa, hayotida hali ochilmagan sir yoki noma'lum vaziyatni bildiradi. Tush ko'ruvchi tushida yuzsiz va qorong'uda qora kiyim kiygan shaxsni ko'rsa, bu ko'pincha noaniqlik, ikkilanma yoki ruhiy charchoq belgisi hisoblanadi. Tush ko'ruvchi tushida qora kiyimdagi odam uni himoya qilayotganini ko'rsa, kuchli yordamchi yoki sizni qo'llab-quvvatlaydigan inson paydo bo'lishi mumkinligi haqida ogoh etadi. Islomiy ta'birlarda qora rang ba'zan g'am, sinov, jiddiylikni bildiradi. Lekin ayrim hollarda qora kiyim obro', kuch va martaba ramzi ham hisoblanadi. Tushning asl ma'nosi sizning tushdagi hissiyotingizga bog'liq bo'ladi. Qo'rqdingizmi, xotirjam bo'ldingizmi yoki hayron qoldingizmi? Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.